hosiliga bitta narsa aytib beraman, hozir chatda ko'rib qoldim. Bolalar dedim o'zi, mana hammalaring eshitlaring, bolalar. Nimani kuchaytiray dedim. Bitta pidaraz nima deb yozdi bilasizlarmi? Sen gandon yuragiga botmaydi deb o'ylaydi. Aka sochingizni parakachat qiling deb yozdi o'zi, bitta pider suka, og'zingga qo'yam nas. Nima, soch kaldi ustimdan kulaverasanmi, uka? Sochim o'sadi, soch olinadi, o'saveradi. Lekin men bu yerda yurak sinadi, uka. Pidaraz bola ekansan. Ikki qulog'ingni, to'rt qulog'ingni bilay, ikki dummay bilan eshitaman shu gapni. Sen kut ekansan. Sen menga sochingizni parakachat qiling deysan, pider suka. 5 millionta material ketgan sochni parakachat qilib bo'lmaydi. Jigarsan, yeta o'ynayotganing yo'q suka. Barberga borasan, narxi mana bunaqa soch qo'ydira olmaysan. Bu hayot bu-ku. Sochni parakachat qilib bo'lmaydi pulga ham. Mayli. Sen bilan biz hali ko'rishamiz uka. Nimani kuchaytir